Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar, yashiribmisizlar? Bizada o'zimning avtoriskiy fasollarim dim xushro'y, toza, hech kimda yo'q, o'xshamagan, bir-birini takrorlamagan, akkuratning qo'l ishlari bilan dim xushro'y bo'lib ishlangan ko'ylak shtallarimiz bor. Bunda ming xilisi bor, to'kili turibdi. Mana tazakali vaqtam, hamadar vaqtindam, giyaras laponni, imundamdim, xo'shroq hech kimda yo'q. Bir-birini takrorlamas, toza yangilik. Fasollarimiz ishtallarimdan bayna dim xo'shay bo'lib turadi qizlar. Bu tovarlarimiz Korolevskiy naturalga dim yaxshi, dim xo'shay bo'lib turadi. Bularni kuzak, bahor hamma kiyib bilasizlar. Apreldan giyiladigan tovarlarda dim xo'shroq, hech kimda yo'q fasollar. Akkuratni raketlarimiz ham bor. Bunda yana Korolevskiydan ko'ylaklarimiz hech kimda yo'q, xushro'y qo'l ishlari bilan. Yana qizlar bir-birini o'xshamas, bir-birini takrorlamas deb turadi, xushro'y bo'lib. Natural kendim yaxshi xillaridan hammasi. Fasollari hech kimda takrorlanmaydigan dim chiroyli usullardan. Qo'l ishlari dim akkuratni, dim xo'sha bo'lib ishlangan. Uyning ichida kiyadigan arzondan tutib to tilqacha bor qizlar. To'y tomoshaga kiyiladigan har xil turdagilaridan bor. Razmerlari ham 36 dan 42 gacha bor. Bu xatarimiz 44 dan do'ngam bo'ladi. 44 tacha. Yine bularimiz yine altlari knopkali açılıp beklenadi. Bunda zamoqlarimiz ham bor, giyganda dim xo'sha bo'lib turadi. Ishirkaga qaraganda giyganda dim xo'sha bo'lib turadi. Bu ko'ylak shtallarimiz bundan ham birgina qolgan.